Bir kun ichida sotilib ketadi deb o'ylayman. Fasad qismiga bitta baho bering, gap bo'lishi mumkin emas. Hovli qismida letniy kuxnya uchun sharoitlar qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafimizda naveslar qilishgan, mashina qo'yish uchun sharoitlari bor. Ana endi esa sizlarni xonadon ichi bilan tanishtirib chiqaman, ketdi. Ichkariga marhamat. 1.35 sotuvga tushgan 240 kvadrat metrdan iborat. Kirib kelganimizda hol qismi kutib oladi. Mягкий divan, televizorlar osib, oila davrasida maza qilib vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Qani ketdi. Bu yoqda bizda kuxonniy zonamizda joylashgan. Didingizga moslab bemalol mebel o'rnatsangiz bo'ladi. Sirkulyatsiya uchun joylar qoldirilgan, havo aylanadi. Bu bizda родительский spalnya ko'rishingiz mumkin. O'zining oynalariga ega. Bu yoq tarafimizda esa o'zining sanuzeli mavjud. Xonadonimizda 5 ta xona, 4 ta sanuzeldan iborat, 3 qavat qurilgan. Birinchi qavatda общий sanuzel ham qolgan. Vaqtimiz kamligi sababli ikkinchi qavatni tez-tez sizlarga ko'rsataman. Lestnitsalarini qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Xonadon remonti avtorskiy proyekt ekan. Tanlangan ranglariga alohida bitta like bosib qo'yasizlar. Ikkinchi qavatimizda yana bitta gostivoy zali mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda televizorlar osib qo'yib, stul qo'yib, bemalol mehmonlaringizni kutsangiz bo'ladi. Bu yerda bizda детский komnatamizda joylashgan, o'zini oynalariga ega. Ketdi, davom etamiz. Bu yerda ikkinchi qavat uchun общий sanuzel va родительский spalnyamiz. Keng katta bu yoqqa televizorlar osib qo'yasiz. O'zini sanuzel qismiga ega bu ham. Bu xonamizning terrasa qismi ham mavjud, ko'rishingiz mumkin. Xonadon срочный narxlarda sotilyapti. Manziliga keladigan bo'lsak, Sergeli tuman Xonobodda joylashgan yangi mahalla. Ulgurib qoling, kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Video tagida to'liq ma'lumoti bilan birga.